Ikkita teng doiraning kesishmasiga diagonallari 12 va 6 santimetr bo'lgan romb ichi chizilgan aylanarning radiuslarini toping. Bitta aylana radiusini topsak, ikkinchisi ham shunga teng. Dastlab chizmani bir qismiga qaraymiz. Rombni diagonallarini tutqizamiz. Bu rombni katta diagonali. Rombni to'rt tomoni teng bo'lgani uchun ikkinchi diagonalni o'tkazamiz. Endi bizda rombni diagonallari o'zaro perpendikulyar hamda keshish nuqtasidan teng 2 ga bo'linadi. Uchburchak CDAda uchidan tushirgan balandligi ham mediani ham bisektrisa bo'ldi. Ya'ni CDN kesimamiz. Aytaylik, aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. O nuqta bilan rombni uchi C ni tutashtiramiz. Bu aylana radiusiga teng. O nuqta bilan B ni tutashtiramiz. Bu ham aylana radiusiga teng. Uchburchak COA teng yo'li uchburchak bo'lgani uchun teng yo'li uchburchakda uchidan tushirgan balandligi ham mediani ham bisektrisa bo'ladi. C bilan N kesimini tutashtirsak, bu bisektrisa bo'ladi va medianalik ko'rinib turibdi. Asosan teng 2 bo'ldi. Endi ham mediani ham bisektrisa bo'lgani uchun bu ham balandlik bo'ladi. Ya'ni bu 90 gradusga teng. Natijada bu orasidagi burchakni fi bilan belgilaydigan bo'lsak, jami yoyiq burchagimiz fi plus 90 plus 90imiz teng fi ga teng. Ya'ni fiimiz 180 gradus. Bular o'zaro yechib kelsa, bundan fiimiz 0 gradusga tenglik kelib chiqadi. Bundan xulosa O nuqta, B nuqta hamda N nuqtalar bitta to'g'risida yotadi. O, B, N. Diagonallar keshish nuqtasi N nuqta. Rombning bir uchi D nuqta hamda aylana markazi bitta to'g'ri chiziqda joylashadi. Bitta to'g'ri chiziqda joylashadi. Asosiy chizmaga qaytadigan bo'lsak, asosiy chizmamizda aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan. Aylana markazi bilan bu nuqtamiz bitta to'g'ri chiziq yozishini ko'rdik. Diagonal keshish nuqtasi N bilan belgilasak, bu nuqtani A bilan belgilaymiz. O nuqta bilan A ni solishtirgan bo'lsak, bizda bu aylana radiusini beradi. Diagonal keshish nuqtasidan teng 2 ga bo'lingani uchun kichik diagonalimiz 6 ga teng bo'lsa, bu masofamiz 3 ga teng. Katta diagonalimiz 12 ga teng bo'lsa, bu masofamiz 6 ga teng. Ular o'zaro perpendikulyar. Jami radiusga teng va ON masofamiz radius minus 3 ga teng. Birinchisi, bu yerda mana OC kesma aylana radiusini berardi. OC kesmadan 3 ga ayiradigan bo'lsak, bizda radius minus 3 beradi. Uchburchak OAN dan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun katetlar kvadratlar yig'indisi minus 3 kvadrat plus 6 ni kvadrati gipotenuzani kvadratiga teng. Radius kvadrat plus 936 radius kvadrat. O'zaro bular yechib ketadigan bo'lsa, bundan radiusimiz 45 taqsim 6. Surat mahrini 3 ga qisqartirsak, 15 taqsim 2 ga teng. Demak, javob aylana radiuslari 15 taqsim 2. Buni ikkinchi holati ham bor. Ya'ni biz hozir kichik diagonalni o'rnida katta diagonal bo'lsa, demak masalamizni ikkinchi holatda ham ko'rishimiz mumkin.